Happy birthday to you. Endi bo'ylabman, biratman sizni. Nima men senga itga o'xshaymanmi? Og'zing kelgan gapirasan? Akajon, bugun menga hamma narsa mumkin. Bugun men tug'ilgan kunim ekan, buvim aytdilar. Happy birthday to you. Balla, bugun sizlarda orzularing ushalgan kun. Nima yegalaring, nima ichkilaring kelsa, hammasini olib yuringlar. Men hisobdan bugun men tug'ilgan kunim. Go! Balla, hamma narsani ochib yubormanglar. Nima olding, nima qo'yding, oldin hisob-kitob qilaylik. Nima hisob-kitob qilasan aka? Buvim aytdilar, bugun senga hamma narsa mumkin deyishdi. Bugun men tug'ilgan kunim. Ha, bo'ldi-da. Ha, bo'ldi tug'ilgan kuningiz bo'lsa. Aliyo tog'ajon, Rossiyalar tinchmi, ishlab yuribsizmi? Rahmat jiyan, yaxshimisan? Ayami kartalarga pul tashlab yuboring tezda degan ilovadan. Nima pul tashlayman senga? Qayerdan olayman bu gapni? O Elyor, umringda bir marta tog'a bo'lib, menga pul tashlab ishlataylik tug'ilgan kuningni. Ketaman, dadangga aytaman, bugun katta edi. Birinchi yaxshi gap. Bugun menga hamma narsa mumkin, buvim aytgan. Happy birthday to you. Bakchi. Ha, brat. Bugun nechchisizlar? 26, Kecha nechi edi? 25. Tug'ilgan kuning o'tdimi? Ha? Mana ham buvim yoshligimda aytgandilar. Hech qachon hech kimdan kalta yemagin deb. Ha? Mana qachi. Ha, u tomonga qochma, magazincha magin kutib turibdi. Burchakka qisib qo'ylar, mendan ham qarzi bor, mana. Mana. Sizda bitta jinskiy akkaunt bor ekan. Bizda mujik akkaunt bor. Ikkovlarini bir kollaboratsiya qilib qo'ysak, nima deysiz? Ha, endi ikkov kanalda auditoriyasi to'g'ri kelsa. Salom dunyo, dadam bilan biz sovchilik kelganmiz. Sizlar ollovdan tashab tursalaring 100 ming like yig'sa, men kelin bola ko'rsataman sizlarga. Bu so'raganda ayb yo'q, kuyov bola nechta podpischilari bor? Ha, endi men sizga 30 ga demayman. Yaqinda 50 ga bo'ldilar. Obunachi chiqqan emasmi? Bu 50 mingta bilan o'ylamoqsa bo'ladimi? Reklama deganlari bor. Ha? Endi Xudog'ay bu 50 mingta bo'lgani bilan obunachi hammasi jonli, haloli, pok, nakrutga urilmagan. Giftga ham qatnashmaganman. Ana shunaqa. Bo'lmasa ham ikki yosh bir-biriga podpiska tashlasin. Ha. Qolganini keyin hal qilamiz. Bo'l, qani. Dada, podpiskasi kam ekan, ko'rishmayman. San qiz gapni ko'paytirma. Mana shunaqa noz qilaversang, kuning TikTokga qolib ketadi. Bo'pti, aloqa tugadi. Dadam aytgan bloger siz bo'lsangiz, bitta shartim bor. Dabdursana, ana shart. To'ydan keyin axbatimni ko'taraman deb Rossiyaga peshkom ketib bormaysiz? Nima deyapsiz? Shu yerda o'zida reklamamiz chiqilyapti. Telefoningiz pishdi. Nima pishadi bu? Itel 26 Ultra bu yangi chiqqan telefon. Bir kuni to'rma ham qo'limdan tushib ketadi. Ekrani ham, korpusi ham baquvvat telefon. Zaryadi vobshe ko'p ketadi. Sumka tutsa ham ishlayveradi. Sizga zo'r narsa aytaymi? PUBG o'ynasangiz 60 FPS da ko'taradi. Ana endi pishdi.